Bahor nafasi ufurib turgan ayni kunlarda tabiatning go'zalligi insonlar qalbidagi shukronalik tuyg'usi bilan uyg'unlashmoqda. Yurtdoshlarimiz faslga xos jonlanish, yangilanish hissini tugayotir. Ushbu kayfiyat Nurobod tumanining Boshquduq qishlog'ida o'tkazilgan Navro'z saylida o'z aksini topdi. Erta tongdan bolajonlar keksa-yu yosh qishloqning sayil maydoniga yig'ildi. Dasturxonga milliy taomlar tortildi. Bir tomonda milliy kurash musobaqalari qizg'in tus oldi. Bolajonlar o'yin attraksionlaridan zavq olgan bo'lsa, onaxonlar o'lan va laparlar kuylab, milliy an'analarimizning betakror jozibasini namoyon etishdi. Otaxonlar yoshlarga milliy qadriyatlarimiz haqida so'zlab berib, yurtimiz tinchligi, fuqarolarning osoyishta, farovon turmushi e'tirofini duolariga ko'chirdi. Nurobod tumani Boshquduq mahallamizda Navro'z bayrami munosabati bilan sayl o'tkazilmoqda. Bunda qariyb 4 mingga yaqin aholi bir dasturxon atrofida o'tirib osh damlandi hamda qadriyatlarimizga asosan arqon tortish, shu bilan birgalikda kurash musobaqasi o'tkazilyapti. Bu kurashimizga Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Jizzax viloyatlaridan hamda Samarqand viloyatimizning barcha tumanidan kurashchilar tashrif buyurishgan, o'zaro kurashmoqda. Ayniqsa, kurash musobaqasi saylga kelganlar uchun o'zgacha ruh bag'ishladi. Rahimbert Rustamov, Eshmurod Afg'onov, Qosim Qodirov kabi mahalla oqsoqollari sportga e'tibor yuksalgan jamiyat sog'lom bo'lishi, ilm-fan, ma'naviyat va ma'rifat qatorida sport ham shaxsning jismoniy barkamolligiga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Ayniqsa, kurash sporti milliy qadriyatlarimiz himoyachisi bo'lib, o'zida milliy g'urur, iftixor tuyg'ularini mustahkamlashni ta'minlaydi. Kurash musobaqasini tomosha qilgan boshquduqliklar yurtimizda alp polvonlar kamol topayotgani, Navro'z sayli shunchaki bayram sifatida emas, xalqning birligi, qadriyatlariga sadoqati va tinch hayotga bo'lgan shukronaligining yorqin ifodasi ekanligiga amin bo'ldilar.